Videoni bombasi ashaddiy Real muxlisi o'zini ashaddiy raqibini qanchalik o'rgangan ekan. Qani ukan boshla. Hop. Nechinchi yil? Barselona 99-yil. 99-chi retro formasi. Topdim buni. Hop. Bu 2006 ga o'xshatdi. 2006. Chempion bo'lgan yili bo'lsa kerak. Qaranglar, sizlar xato etsa kommentariyga yozib qo'yaverasizlar. Bu 2017-yil forma. 2017-chi. Clasico'da Real yutdi. Xo'sh, keyingisi 2008 bo'lsa kerak menimcha. 2008. Mehmon formasi. Hop, Keyingisi. keyingisi bu topa olmadim. Menimcha 2002, 2003 bo'lsa kerak. Nechinchi yil formasi shu Ronaldinho? Yaxshi Yozib topa qo'yasizlar olmadim. kommentariyaga. Mana bu Rivaldo bor ekan, orqasi yozuv bilan chiroyli turibdi. 2001 bo'lsa kerak menimcha. 2001. Yaxshi topa olmadim buni. Hop. Yaxshi topish kerak-ku. Bu 2010. 2010. 2010. Yaqin o'tmishlarni menimcha to'g'ri topib Bu oldi deb 2010 ni mehmon formasi. Mehmon formasi. To'g'ri topdimi? Hop, keyingisi. Bu 2003 bo'lsa kerak menimcha, bu ham 2003. mehmon formasi. Atidan bu aralashtirib qo'yganmiz, ketma-ketma Keyingisi bilmasin deb. 2009 bu 2009. Manchester United yutdi finalda. Hop, Finalda. keyingisi 2013-yil, Bavariyadan 2013 bu. 2013. Bavariyadan yegan edi Barselona o'shanda. O'sha Yegan formasi. edi. Ey, hozir azat boshlab ketadi. 2007-yil forma bu. 2007. Ronaldinho pikka chiqqan Yozib qo'ygan paytlarda. ekan. Yozib o'tdi. Hop, bu Neymar 2016 chiroyli o'yinlar ko'rsatgan yil bu ham. Hop, bular 2015 ikki xil formasidan. 2015 ikki xil formasi. Bu chempion bo'lgan yil. Nechi pul o'zi formalar hozir bizda? Bular mana yozuvli Neymar orqasi surilgan. Bu 200 gramm ism bo'pti. Bunisi 150 ism Bu bor. shortiylik a? Bu shortiylik. Buni komplekt shorti yo'q. Real muxlisi qanchalik Barsani o'rgangan ekan. To'g'ri yozdimi? Kommentariyaga yozib qo'yaveringlar. Ko'rdinglar, xolasizlar ketma-ketligini yozib qo'ysanglar ham bo'ladi.